Navoiy mashina bozorida qadrdonlar Matiz narxlarini ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa ko'rgan insonlarga albatta manfaatli bo'ladi. Video kirganlar albatta bir donadan like bosib qo'ysangizlar, nasib bo'lsa bizdan chiroyli sifatli videolarni ko'rib o'tishlaringiz mumkin bo'ladi. O'tgan haftada Toshkent Sergeli mashina bozorida Matizlarni ko'rgandik. O'zimiznikidan qo'ymasdik, bugun nasib bo'lsa Navoiydan boshlaymiz. 2008-yil 2008-yil mana mashinani holati ko'rishlaringiz mumkin. Orqa holatlarigacha ham bitta ikkita joylari bor ekan. 25 million so'm aytilish bahosi o'tib kelishtirib berishadi. Aytilishi o'zi 27 million so'm degandi. O'zim podpischiklariga sal arzonroq ayting degandim. 25 savdosini qilib beraman deb mana 214 ming kilometr yurganini shu narxga nasib bo'lsa qo'yapmiz. Assalomu alaykum, Hormang tog'a, yaxshimisiz? Aka, motor korobka qanday buni? Motor korobkalar arzon, aka, gram yo'q emi. Propanda. 35 talikmi propan? Ha. Tablet, akkumulyatorlar yangi. Kuzovda bitta ikkita ishlari bor endi. Kamishi yo'q. Mana bu joyda tushgan kirgan joylari. Kraskasiz bo'lgan, ha? Yo'q. Ha. Qayerga? Tom radni, krilo, bitta eshik. Tom radnoy, krilo, eshik. Radnoy joylarni, 4 ta eshik, ramkalar radnoy. 4 ta eshikda ramkasi. Radnoy joyidan. 25 million so'm savdosi bor, ha? Oxirini qancha qilib beramiz buni, aka? 22 ga bermadik. 22 ga bermadingiz. Bermagan narxingizga. Yo'q, 22 qilamiz, birodar. Hay, bu gaplashib ko'raylik bermagan narxingizga. Kelishamiz, ha? Kelishamiz. Nomeringiz necha? 77lik, 77lik 396, 396 60 69. 60 69 kelishib gaplashaveramiz. Matizlar ko'p bozorda, mana aylanib hozir arzonroqdan tushiramiz. Aka, kimdan ekan bu? Sassinasi yaxshi ekan buni ham. Xo'p, mana bu Matizda mana aka. 30 million so'm deyapti. Shuni bitta ko'raylikchi. Assalomu alaykum, Hormang. Yil necha edi aka buni? 10 156 ming, ha? Kraskalari faqat orqa kriloda. Yo, aslit bo'lganmi aka? Aslit bo'lgan, ha? Mana. Kraska aslit bo'lgan. Faralari mana hozirroq shira bosib qolibdi. 30 million so'm aytilishi ekan. Motor korobkasi qanday aka? Zo'r, ha? Moy-poy yemaydi. Mobil turboshun motor. Ro'zg'or uchun haydalgan. Taksiga yurmagan. Xarajati-chi? Xarajati bor. Bor, ha, ozmos. Xarajatiga o'tib beramizmi? Oxirini qancha beramiz aka? 300 million. 30 million aytilishi. Kelishtirib berayotganimizni ayting. Bir nima o'tib beramiz-da. Xudoga to'g'ri bo'lsa, nima o'tib beramiz. Ko'nglingiz necha aka? 25 mi? Yo, balandroq. Balandroqmi undan? Nomer ayting, hay gaplashib olamiz. 93lik, 93lik 146, 146 92, 92 95. 95 gaplashamiz. Rahmat. Aka, savdoni bersin, charchamang. Xo'p, bu tarafda ham Matizlar bor. 2011 qancha zo'xoti bilmadim. Assalomu alaykum. Hozir aka. Mana bumi? Matizami, Tigron. Nechinchi yil aka bu? 2013-yil. Kraskalari Toza. tozami? O'xdi. Petnacha bakrilar. Mana shu oldi kriloda petnochasi bor, qolgani radnoy. Chiqmay petnacha. Zo'r. 3 boshli motor, konditsioner ishlaydimi aka? Motor ochilmagan aka. Motor ochilmagan, konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Benzinda. Aha, atkaz, bez atkaz ishlaydi bemalol. Balonlarigacha yangi holatda turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. 210 ming kilometr yurgan ekan. Mashina svej turibdi lekin. Mana joylarigacha yaxshi. 210 ming kilometr, kraskasi toza deyarli. Oldi kriloda petnolari bor ekan. Mana
Puli qancha ekan buni? 38 deyapmiz aka. 38 million so'm aytilishi. Olgan o'tib beriladi. 2010 dedingiz-a yilni? 13. 13. 13-yil savdosi bor. 38 dan kelishtirib beramiz. 30 million naqd ishtiri bor. Ketadimi? Sal ziyodaga berilgan yo'q aka. Qanchaga bermadingiz? 31 ga berilgan. 31 mi? 1 million so'm deyapti-ku. Bozor narxida so'rabsiz-ku aka. Berilgan. Hay, qancha? Ko'nglingiz 32 mi? Yo'q, sal balandroq. Hay, 35 dan 32 bo'lsa ham, beriladi. 32 bo'lsa ham normal tog'a. 35 dan tushib beriladi. Savdosini qilamiz. Telefon nomeri ayting. Barter varianti yo'qmi? Yo'q aka, naqdga. Bir 15 kunga pul yetmay qolganiga Bir 10 kun 15 10 kun bo'lsa. 15 kun kutamiz, ha. Nomeringiz nechi? Hozir 94lik. 94lik. 1 minut. Esdan chiqib ketdimi? Yangimidi? Ha. Oldingda. Aha. 94lik. Aytvar. 795 10 1089 kelishib gaplashaveramiz akalar mana. Zo'r. Keyingisiga Matiz mana aka, Stalnoy rangidan. Necha ekan yili? 2011. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalar nima deymiz? Kapot kirilla bor. Kapot va krilosida kraska bor. Qolgan joyi radnoy, ha? Mana. Laboyda bitta ikkita yoriqchalari bor. Mana bunaqa tosh uchgan, sachragan u. Mana yoriqcha bo'lgan. Balonlari o'rta holatda. Podsvetkalar bor-ku aka. Mana podsvetkalargacha chiroyli qilib 280 ming yuribdi. Yevro varianti, oldi ikkita oynak elektropaketda bo'ladi, qolgani misrovkada orqasi. Metan gazi yangi, ha? Nech bo'lyapmiz pulini aka? 36 million so'm aytilish savdosi bor. Tak. Mana to'liq sostanasi. Kraska aslidan gap bo'ldi. Yo'q. Qayerlarga? Kapot, krill, keyin orqa krillda bor, tamom? Kapot, krilo va orqa kriloda. Qolgani radnoy. Nech pulga beramiz aka buni? Kesilda gaplashamiz. Kesinlar gaplashamiz. Endi Pultlarigacha bor. pultlargacha qo'yilgan, ha? Mana. Zo'r. Aka, bir bo'layotgan joyini ayting buni. Shunga qarab savdosini qilamiz-da. Telefon nomer qo'yamiz, o'zingiz bilan gaplashib oladi. 30 milliondan o'tib berasizmi biron nima? Yaxshi narx so'radi aka, lekin. O'zim nomimdan. O'ziz nomingizda generalni chiqadi. Ko'nglingiz necha aka? 30 millionmi? Naqd. Qancha bo'lsa berasiz aka? Ancha baland so'rayapsiz aka, lekin. 35 ga tortmaydi aka, to'g'risi. Ancha bozorda yuribmiz, ko'rib yuribmiz a. 31 berasizmi aka? Naqd mana aka. 30 ham demadim men. 34 dan kam beraman. Ha aka, savdoni qilamiz. Nomer nechi? 90lik. 90lik 730 730 0775. 0775 kelishib gaplashamiz. Aka, savdoni bersin, charchamang. Xo'p, keyingilariga ham bitta ko'rilikchi. Aka, yil necha ekan buni? Tog'a? Yil necha ekan? 2010 mi? Kraskachi? Polna? Mana. Narxini endi so'raymiz aka. Kraska polni deyapti, 2010-yil. Bir bola o'z. Humoyinuz. Yaxshimisiz? Balonlar o'rta holat. O'tgan haftami? O'tiravering. Qancha yurgan bu? Ko'rma. 420 necha mingda. Chexol, oyoqdagi polik, yevro variant. Xarajat qayerda bor? Yo'q, ha? Shunday. Nech pul deyapmiz aka? 30 million so'm savdosi bor. Kelishib gaplashamiz hozir aka, 1 minut. Tak, ko'raylikchi, mana bu orqa tomonlari ham qo'shimcha nima qilingan. Salom aka, aka zo'rmisiz? Mana taglari. 30 million deyilyapti ekan, savdosi bor. Kelishib gaplashsak bo'ladi, aloqaga chiqaveringizlar. Variant barter yo'qmi? Nasiya savdo? Bo'lib qoladi, ha?
ko'nglingizni chitog'i qancha bo'lsa beramiz. 29 mi 28 mi? Oho, baland ekan qancha? Agar 25 dan o'tib beraman deng. Bir xursandib quvonaylik. Ha, generalni chiqadimi xay? To'g'risini ayting, tog'a bozor qancha so'radi bu? Savdo yo'q-ku uncha o'zi. 28 qildi. 28 zo'r baho qilibdi akalik. Deyman. Chotki baho qilibdi. Nomer ayting xay. O'zimnikimi? 91lik 91lik 334 334 79 82 2. Aka sotildimi? Assalomu alaykum. Qanchadan qaytardingiz? 30 milliondan. Zo'r. Mana ko'ringizlar, narx-navolar shunaqa. Ishlab chiqarilgan yili 2009-yil. Matiz so'ragan insonlar uchun sal yili pastroq, lekin tepada bagajlari bor. Ishlatishga yaxshi, qulay variant. Pulini arzonroq, yengilroq qilib aytsa, narxi osizlar bo'ladi. 3-paketlini metan gazlari qo'yilgan tayyor variantida. Qolgan holati normalniy. Moy-poy yemaydi motorlari. Moy-poy yemaydi. Hadoylar, korobkalar Hamma yoq qilingan. hamma joyi qilingan. Polik chiqol. Hech qaysi kordan chiqarib yubormaydi, ha? Yo'q. Metan bor. Metan bor. Mana. Bir 136 ming kilometr yurgan ekan. Salon chexollari, oyoq tagida poliklari, bu ham yevro variant ekan. Bagajlargacha qo'yilgan. Kraska asfalt bo'lgan, ha aka? Petnolarga. Qayerlari petno? Petno yoniga tosh tekkan joylariga. Zanglagan joylari, tosh uchgan joylari petno hisobida qilingan. Qancha deyamiz pulini? 33 million savdosi bor. Sal baland emasmi aka? Sal baland emasmi? Endi biz birinchi marta bozor bozor. Ha. 25 ham, 26 ham, 28 gacha ham so'rab ketdilar. 25 ham so'radi bozor. Endi 28 so'ragani balkim bilib so'radimi, bilmay so'radimi, bilmadimi, lekin ko'pchilik atayin qilishi ham mumkin. Asfalt yo'qda, polik chiqol hamma yo'q bo'lgan, faqat qol miniladi bo'ldi, gem beriladi. Generalida farqi yo'q. Mashinalar Dokument muammosi yo'q. Yangi mashina olib berishimiz kerak, nasib Ha aka, nasib yetqizsin inshaalloh. Har bitta mo'min musulmonga. Aka buni bo'lishini qo'yaylik. Sotilishi ertaroq, osonroq bo'ladi. O'zingizda ham, bo'lsa mani beraman. o'zingizda ham meni ham qiynamaylik. 30 ga aka tortmaydi-da, realni. Kecha Qashqadaryoga bordim aka, 31 million so'mga Lacetti sotildi. Ha endi mashinaga qarab, sostenaga qarab. 2005-yil edi yili. Aytaman-ku, rasxoti yo'q. Olinadi, miniladi bo'ldi. Ha aka, buni 25 ham yomon narx so'ramagan ekan lekin. To'g'ri kelsa, bering, telefon nomerini qo'yamiz, kelisha olamiz siz bilan. Ayting. 30 deyapman. 33-35 turadi degan 30 bo'lsa beraman. Ha, telefon qilishsa berasiz aka. Nomer aytingchi. 91lik. 91lik 776 776 18 80. 80. Kelishsak aloqaga chiqaveringizlar bemalol. Mana Matizlar shunaqa narx-navolarda bo'lyapti.